بیاین شرط اساسیش همی است که باید نکاحت با خود داشته باشند و قیمت ها هم به او اندازه بالا نیست. بابت از اینکه معلوماتی که بر ما ارائه کردین سلامت باشین. حالا بخشای زیادی داریم استاد ان شاء الله. Bizda ustoz bitta kompyuter, bitta stol qo'yilgan, qo'shab qo'yilgan. Bemalol shu yerda o'tirib o'zini fikri bo'yicha ishlab o'sha ro'yxatni kutganmiz. Afg'onistondan xudo xohlasa o'sha ro'yxat berilsin 200 kishiga biz o'qishni boshlatamiz inshaalloh. د الکترونیکی معلوماتو سرچینی لکه څنګه چې o'shanda bizlarni oldimizga ko'rasizlar, nomixodot bu yerga Afg'onistonning o'zidan ba'zi modellar ham tayin bo'lgan. Bu bizlar uchun katta ham bir iftixor. Bor imkoniyatlarni biz xohlaymizki, Toshma bozorga boy tasvirga chiqarsak, katta rahmat sizdanki bu fursatni bizlarga farahm etdingiz. Juda ham xursand bo'ldik. Xursandmiz kelganingiz uchun. Minnatdorlarga hasanot. Shu yerdan boshlasak, nima imkoniyatlar bor? Mushtarak bozorga ki Afg'oniston, O'zbekiston orasiga ochilgan. Ustoz buzrugvor, birinchi sizni xush kelibsiz deyman. Va ikkinchi qadamga barcha bilindalarga sizni shabakayingiz orqali ko'ryapti. Hammaga salom. Bizda aytamiz, batavri oddiy bozori mushtarak deymiz. Bozori mushtarak degani bu Afg'oniston va O'zbekistonga qurilgan mana shu bozor deydi. Va bu bozorda o'ziga xos ko'p narsalari bor. Masalan, agar birini aytmoqchi bo'lsak, bizda mana shu bozorda aynan ikkinchi qavatda, blokning ikkinchi qavatiga bizga biznes maktab ochilgan. Bu biznes maktab Afg'oniston davlat orqali 200 ta yangi biznes o'rganadigan o'sha o'quvchilarni biz jalb qilamiz. Bu yerda ular uchun barcha sharoit bepul. Yotoqxonasi, o'qishi, oziq-ovqat hammasi rioyaga bo'ladi. 6 oy muddatiga sertifikat beradi. Hozir men sizlarni o'quv markazi, o'sha sinflarini, kitobxona, salon konferens bilan tanishtirib chiqaman. Ketamiz. Marhamat ustoz. Keling. Mashalloh, bir kompyuter xonamiz sinfida bu yerga borsa, bu bor narsalar, taxtalar o'sha. Bali ustoz. Bu taxtalar ustoz shu o'ziga xos hozirgi standartlarga javob beradigan hamma sharoitlar bu yerga qilingan. Bemalol mana shuncha talaba keladilar, bu yoqqa o'tiradi, ustozlar, yaxshi professorlar Toshkentdan, Termizdan kelib ularni o'qitadi. Afg'oniston uchun Afg'onistondagi shunday ustoz. Mashalloh. Bu yerga men fikr qilaman, tamom imkoniyatlar ham muayyo bo'lgan. Barcha sharoitlar yaratilgan. Bu sharoitlar O'zbekiston tarafdan shunday, bozor tomonidan shu O'zbekiston davlat. Ko'ramiz, nomixoda laptop, kompyuterlar ham hatto bu yerga ko'zga ko'rinadi. Har bir sinfga men fikr qilaman, uncha bir ta'dod shu nimasi ham bo'lmasa, komilan har bitta mezda ustoz, bitta kompyuter, bitta stol qo'yilgan, qo'shab qo'yilgan. Bemalol shu yerda o'tirib o'zini fikri bo'yicha ishlab, bemalol darsini o'qib. Bular biznes baxshiga o'qiydi. Ustoz. Ketdi. Keyin ustoz, ikkinchi sinfimiz o'quv xonalari bor. Marhamat, ketdik. Xo'sh qo'ying. Bu sinfi darsi ustoz. Sinfi darsi ham xuddi mana shunday taxtalardan mujass. Hammasida skrin bor ustoz. Xo'sh. Agar iloji boricha o'sha onlayn sifatda agar biron mavzu bo'lsa, internetdan ham bemalol kirib, Wi-Fi vasl bemalol o'sha mavzu hal bo'ladi. Bu yoqda faqat nimani o'rgatadi? Ular biznesni yanada qancha rivojlantira oladi, o'zini bilimini, o'sha malikalarini yana ham oshirishga bizning professorlarimiz ularga yordam beradi. Mashalloh.
har ro'zga qancha soat dars o'qiydi bular? Bu yerga Ular asosan shu 2-3 soat bo'ladi ustod. 2-3 soat shu. Yoki ertalabdan obedgacha. Haligacha biz o'sha ro'yxatni kutganmiz. Afg'onistondan Xudo xohlasa o'sha ro'yxat berilsin 200 kishiga biz o'qishni boshlatamiz inshaalloh. Ketdik. Marhamat. Boramiz. Katta rahmat. Xo'sh bo'ling. Mana bu yoq ustoz salon bu. Salonni konferans deganday bir narsa Salon ko'zga ko'rinadi. Keling. Bu yoqda ustoz bemalol o'sha ba'zi mavzular, yechilmagan mavzular yoki ba'zi konferensiya baynimlali deymiz. Bu yoqda ustoz bemalol qilsa bo'ladi. Onlayn bo'ladi yoki Zoom orqali bo'ladi. Boshqa professor xalqaro barcha dunyodan o'sha asosiy professorlar o'sha soha bo'yicha bu yerda turib bemalol suhbatlashib o'sha mavzu bo'yicha yechim topsa bo'ladi. O'sha dunyoga ham vasl bo'lsa, onlayn holatga bo'lgan. Shunday bo'ladi ustoz. Daqiq. Bular ham o'sha taqsim ovqatiki bor. Ro'yat o'sha narsa bo'lsa tanzim Shunday. bo'lsa. Ketdik. Marhamat. Undan ma'lum bo'ladi O'zbekiston yaxshi sharoitni Bizlar afg'onlar uchun uchun yaratgan. voqean. Bu ham Bu salonni konferens asosan bu yoqda bemalol o'sha talabalarni barchasini 200-300 kishiga mo'ljallangan. Bemalol bu yoqda o'tirib bir ustoz, professor biron mavzu bo'yicha bemalol gaplashsa hammaga tushunarli bo'ladi. mashallah. Katta LED ekran bor. Mana bu yoqda o'sha mavzularni ham qo'ysak bo'ladi. Bu yerga ham o'ltirib o'sha Bu yerda ustozlar o'tiradi. Yoki biron seminar bo'lsa bemalol bu yoqda o'tkazsak bo'ladi ustoz. mashallah. Ketdik. Ikki kishi orasiga shuncha narsalar bo'lsa, voqean ham kam ish emas. Ketdik. Endi men sizlarga uchun vaqt qisqa bo'lgani uchun bitta xonalarni ko'rsatdim. Asosan hamma xonalarimiz shu ko'rganingizdek o'sha xonalardan iborat. Endi men sizga asosan kitobxonani ko'rsataman. Kitobxonada bitta yaxshi tomoni bo'lgan, chunki afg'on birodarlarimiz bu yoqda o'qishga kelgan paytiga o'shalar qiynalmasligi uchun Mashallah. bizda barcha sharoitlar qilinib qo'yilgan bu yoqqa. Boshqa qo'shimcha kompyuterlar bor bu yoqda. Bemalol ular bu yoqdan foydalanib ola oladi. Keyin mana bu yerda xalqaro, ya'ni baynimlalik kitoblarimiz bor ustoz. Keyin mana bu sohani ko'rganingizda ustoz, har qaysini ustida yozilgan. Adabiyot hunariy kitobuna, bozor manduna kitobuna hammasi savdogariz bor, hammasi ustoz pashto tiliga qo'yilgan. Mashallah. Biz o'shani tarjima qilib qo'yganmiz. O'sha keladigan o'sha bilim o'rganadiganlar hech qanday bir yozuvga narsaga qiynalmasligi uchun o'sha barcha sharoitlarni qilib qo'yganmiz ustoz. O'shandoq nomuhada ko'ramanki, hatto kitobxonalarga ba'zi o'sha lavhalar hamda mutolaasun, hatto nima narsa tilga yozilgan, pashto tilga yozilgan. Ma'lumot Da elektroniki ma'lumot va sarchini Lakasinga Chester muhaddis Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahmahullah vayli la ilm porta pa dunya ki nijat nishta avham nabaviy. shunday ustoz. Mana bu mana iqtisod bo'yicha ustoz. Barcha shu kitoblar o'zini o'zbek tiliga, baxshi mudiriyat bu yoqda bor ustoz. Mana ingliz til bu yoqqa bor. O'sha har bir qaysidan o'sha kelib bu yoqda bemalol lazzatlanib o'qisa bo'ladi. Men barcha sharoitlar yaratilgan. ijozangiz bilan biron kitobni ochib ko'rsam, bemalol pashto tilga yozilgan, durust? Shunday ustoz. O'shandoq ko'rasizlar, mana bu imkoniyatlar, bu sharoitlar hammasi faroham bo'lgan, xususan Afg'oniston talabalari uchun. O'shalarga keladi. Har bir baxshga bo'lsa, shu O'zbekistonda davlati mana shularni shu sharoitlarni faroham qilib qo'ygan. Ularga tilga qiyinchiligi bor, ular ham bu yerga hal bo'lganga o'xshaydi. Shunday. Ba'zan katta rahmat. Shu yerdan oldi fikr qilaman. Degan narsamiz bor. Bu o'quv xonamiz bo'ldi. Endi bozorimiz asosan nechidir baxshlardan iborat bo'lgan. Baxshi logistiki bor. Xo'p, baxshi mehmonxonalari bor, baxshi layliyasi bor ustoz. Xo'sh. Xo'p, mehmonxona Luxo Chorsitora deymiz. Marhamat ustoz. Barcha sharoitlar bu yoqda muhayyo qilingan. Endi biz baxshi savdo nechidir bo'limdan iborat, ularni ham men sizga bosqichma-bosqich ko'rsatib o'taman. Burada nafaqat Afg'oniston, asosan biz Afg'oniston deymiz, lekin bu erkin savdo zonasi bu. Ya'ni bir bozor ozod iqtisodiy bu. Daqiq. Bu yerdan nafaqat Afg'oniston, balki
O'rta Osiyoni barcha davlatlari keladi bu yoqqa. Daqiq. Va ularni mahsulotlari bu yerga savdo bo'ladi va bu bozorda asosiy maqsadi ham shuki, ikki davlat o'rtasida ko'proq B2B shakl berishi. B2B degani ustoz bitta o'zi tavlid kunida kelib, O'zbekiston tavlid kunindasi bilan birga o'tirib, o'sha mahsulotini furushi haqida gaplashadi va bundan kelib chiqadigan maqsad nima? O'sha arzon narxda afg'on xalqiga va o'zbek xalqiga o'sha mahsulotga yetishi. Daqiq. Shunday so'z. O'shanda bir narsa. Do'stlarimiz kelsin. Bu baxshimiz tamom bo'ldi. Bu baxshimiz tamom. Umumiy sizdan taxminan $100 bir yak famil. bir yak famil. Raqobatingizdagi ma'lumotlarga Xo'sh, barmoq rioya karding. Azabona janobi mudir so'yib shunidim va injo baxshi ma'lumot astor. Salom. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Men